yuklab oldik. Ana bu yerda tushuntirgan. Чтобы макрос работали корректно, необходимо предоставить макродроид три типа разрешения. Makrodroid xatosiz ishlashi uchun deyapti, 3 ta ruxsatni berish kerak. После открытия макроса нажмите кнопку сохранения внизу справа. Система последовательно запросы с необходимыми разрешениями подтвердите их. Makros ochilgandan keyin pastdagi o'ng taraf pastdagi внизу sправа o'ng taraf pastdagi ananga bosib turib ruxsatlarni bering deyapti. Перейдите в макросы, убедитесь, что keyingi anonsi makrosiga kirib boya yuklab olganmiz mana bu aktivate qilinganini tekshiring deyapti. Mana makrodroidga kiramiz. Shu aytganlarini sodda qilib mana bu joyga qaranglar. E'tibor qilasizlar. Ana buni bosib nazar qilinadi. Xo'sh, nazar qilinadi. Mana nazar qilinadi. Keyin u aytgan anavi mana bu pastdagi o'ng tomon pastdagi deyapti. Mana shunga ruxsatlarni berish kerak deyapti. Setting qilinadi. Mana ruxsat ustiga har birini mana buni o'zi bosdim. Mana buni bosdim, ruxsat dedim. Batareya sarfi. Ruxsatni bosdim, ko'rgan bo'lsalaringiz. Keyin qaysisiga agar ruxsat funksiyasi bo'lsa bosib chiqiladi, yo'qlariga o'tib ketaveriladi. Endi makrodroidni belgilaysizlar. Mana makrodroid bor ekan. Keyin ana bu ikkitasini makrodroidga aloqador ikkita narsani belgilaysizlar. Xo'sh, chiqasizlar bu yoqqa. Xo'p, belgiladik. Iloji boricha mana shu joyga ruschani belgilab olinglar. Chunki tushunarliroqda bizga. Mana bu joydan to'g'rilanadi makros. Mana shu glavniga bosiladi. Bosildi. Mana glavni ekran. Xo'p, qaranglar. Ana bu joydan export import bosiladi. Chunki biza добавить makros qilib qo'ldan taxlaganimizdan ko'ra mana bunday qiynalib, undan ko'ra mana bu export import qilinib ustiga bosiladida mana bu хранилище ni bosamiz. Bosamiz. Chiqadi o'zi. Mana makroslar ro'yxati. Yuklab olganimiz mana. Telegramga ham bor ekan. Misol tariqasida tashab qo'ygandim-da men. Xo'sh, makrosni bosamiz. Xo'sh, 17-dekabr deyapti. Promo banners. Plus Telegram. Ustiga bosamiz makrosni. Makros включен. Makros hammasi o'zi beg'i nastroykasi qilingan. Mana bu joydan endi tepadagi 3 ta nuqtadan bosib turib включить makros degan anani birinchilikka turganini bosib qo'yamiz. Birinchilikka turganini bosishimiz bilan makrodroidga ruxsat kerak degan ogohlantirish chiqdi. Обязательно o'shani ustiga bosamiz. Mana tepadan tushirasizlar-da. Mana ruxsatlarga bosasizlar. Mana bitta. Bu qolib ketmasin, o'rtoqlar, iltimos. Bu ruxsatlar qolib ketsa, men spetsialni buni o'chirib tashlab hammasini noldan qilaman. Bu ruxsatlar qolib ketsa ishlamaydi. Keyin
yolg'on aytgan ekan, ishlamadiki deganini olinglar. Mana makrodroid ustiga bosasizlar. Mana bu yerdan yoqib qo'yasizlar. Ishlat, kuzatish, ruxsat ber deb. Ilovalarga siz foydalanadigan boshqa ilovani va ulardan qancha ko'p foydalanganingizni nazorat qilish hamda mana shunaqalar uchun ruxsat berdik. Bu hech qanday zarari yo'q. Xo'p. Ruxsat berdik. Yana ogohlantirish bu mana. Ustiga bosasizlar, OK deb bosasizlar. Bu degani boshqa kanallardan ustun turish. Masalan, varaqlarni ustma-ust qo'ygan paytingiz bu eng tepasiga turganday varaq misoliga tushuntiraman-da. Mana shunga ham ruxsat berasizlar. Chunki bu takka qo'sa agar, masalan, biror ish bajarayotgan paytingiz bu ishlamaydi. Hammasini ustiga tursa, siz nima ish qilayotgan bo'lsangiz ham, xalaqit berib bersa ham sizga ishini bajaraveradi. Mana ruxsat berdik. Endi shunday qaytamizda ruxsatlarni bergandan keyin boyagi joyda hammasini ko'rdik. Ishlayapti. Endi qilayotgan ishimiz boyagi anonga qaytamiz. Boshqa ogohlantirish qolmadimi? Razрешение yana bitta qolgan ekan mana. Razрешение kerak deyapti. U nima ekanligini tekshiramizda oldin. Dostupga hozir o'qiylik. Qani, ochmadiki? Iltimos, sharmanda qilma. Xo'p, yaxshi. Hozircha o'tkazib yuboraylikchi. Xo'p. Makrosiga kirgan payt plyus qilib makrosi ro'yxatiga bo'lish kerak-da bu ana hozirgisi. Makrosiga ko'rinmayapti, glavniga boshqatdan import qilamiz. Import. Mana bu joydan выключить makrosni yoqib qo'yamiz. Xo'p. Ana hammasini to'g'ri qilganimiz uchun, mana ruxsatlarni berganimiz uchun, yerni chuqurroq haydaganimiz uchun deganday Hojiboyev qaytadan start earningni bosamiz. Xo'p, o'rtoqlar, men video tayyorlash uchun tayyorlash jarayoniga o'zimni anonimni kiritdim. Boshqa qildim demoqchi bo'ldim. Endi menga zarar bermasligi uchun, makros to'g'ri ishlashi uchun men doimiy akkauntim bilan kiraman. Buni to'g'ri tushunasizlar. Hisobda tanlayman. Mana doimiy kirayotgan birinchilikka turibdi. Makros shunga to'g'ri ishlasin demoqchiman. Bo'lmasa hisobni boshqasini tanlasaydim adashib ketadi. Mana makros hozir ishlaydi. Ishlatib ko'rsataman. Mana bu watchga bosamiz. Mana tekshiradi. Pereyти razdelni bosish qolib ketmasin. Uchavni mana bularni o'zi qo'ygan bilan mana Pereyти razdelni bosganlaringizdan makros ishlashni boshladi. Mana bu yog'iga e'tibor qilasizlar. Men ekranga teginmayman. Xohlasalaringiz videoga olish jarayoni avtomatik tugab qolishi mumkin bo'lgangacha qo'yib berishim mumkin. Bu yog'iga nima bo'layotganini o'zlaringiz tushunasizlar. Ya'ni mana ovozini sal ko'tardim. Qarab turinglar.
Mana bu joyga e'tibor qilib tursalar, pastroqqa mana. Pulni hisobladi. Endi yana qarab turinglar. Men faqat o'sha joyni chizib ko'rsatish uchun qilib mana. Boshqa teginmayman. Mana ko'ryapsizlarki, boshqa hech narsaga teginmasalaringiz avtomatik sizlar uchun o'zi ishlaydi. Yana bitta joyi bor. Har zamonga botga qarshi tekshiradi. Mana shu paytga nima deydi? O'shanaqa vaziyat bo'lib qolsa aka yoki falonchi she'ri mana shunday bo'ldi deb skrinshot tashlasangiz, nima qilish kerakligini yana tushuntiraman. Hammaga e'tibori uchun rahmat. Katta yutuqlarni, pul ishlashlarini tilayman. Aytgan ketma-ketlik to'liq qilinsa, mana shu to'liq video, mana shu videoni boshidan oxirigacha kim to'liq qilsa ishlashi kerak. Ishlamagan joyini aytsalar, men yana tushuntiraman. Hammaga e'tibor uchun rahmat.